Assalomu alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominoplastika liposatsiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kundan buyon men yotdim. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Bu nima desam, gematoma bu qon talashib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan 25 kun shuni ketishini xohlab, keyin 25 kundan xavotir olib, boshqa doktorlarga jo'natsam, bu nekroz srochni qarating deb bir emas 5-6 ta abdominoplastika boshqa vrachlar menga aytdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan keyin mana 5 kun bo'ldi, men apparatni qo'yishdi. Qora joyini olib tashlaylar dedim. Qora joyimni olib tashalgan mana hozir 5-kun olingan. O'ngni qorin ochilib yotibdi, yog'i bilan mana shu apparat gubga qo'yib qo'yilgan. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu medkonsultat klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon не только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmanglar. Mana operatsiya qilgan 2002-yil bolalarning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar mana operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsioniga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyonida shu qo'pol qilib aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni привязка qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan. Hammaga rahmat, boringlarga shukr.